Digital 24/7 bezbetdi. Assalomu alaykum hammaga. Новостройка kelganmiz. Bardak, короче. Internet simini ham chiqazgan, antennanikini ham chiqazgan. Bitta etajda 3 ta eshikli, bir montajli 2 plus o anta 3. Ustda kelgan, o'likdan chaqirishgan. Antennani qo'yib qo'ygan, mana qarang. Ko'rasizmi? Signalni topolmagan. Nimaga signalni topolmagan? Ya'ni kakashka antennadan qo'yib ketgan. Xudo xolisi biz hozir qilib beramiz bularga. Qanaqa qilib beramiz desa, mana bunaqa pribor bor-da, bizda pribor. Bittasi televizorli, bittasi takoy mana. Xudo xolisi antenna mana universalniy soldat. Simdan tashlagan, hech narsani topolmagan. Mana xudo xolisi biz ularga takoy cho'tga bostirib antennadan qo'yib bergan mana. Signal 0, короче. Shuning uchun hozir biz ularga o'zimiz antennamizni qo'yib beramiz. Universalniy soldatdan radioni qilib signalni topamiz. 3 ta televizorga tochka qo'yamiz, xudo xolisi. Shunaqa gaplar. Adashmayli ustalar bilan telefon qilsanglar bo'ldi 94 666 81 88. Bir kun qo'yiladi, dotda bir kun hech narsa topolmasdan ketdi. Tugadi. Такие вот дела, мусор антеннаны qo'ymanglar.